Assalomu alaykum qizlarjonlar. Qaranglar, NL kompaniyamizning yangi novinka kollageni va nihoyat qo'limga yetib keldi qizlar. Buni qo'limga yetib kelguncha bilasizlarmi? Zo'rga uspet qildim. Barcha NL kollagenlari nomeri 1 bo'lgani uchun dunyo bo'yicha skladda o'zida yo'q tugab ketyapti qizlar. Ofisga yetib kelmayapti. Skladda o'zida yo'q tugab ketyapti. Hozir bironta Rossiya bo'ylab bironta skladda qolmagan. Qaranglar, bu kollagenimizda 3 xil kollagen mujassam, говяжий, куриный, морской kollagen, 3 в 1 deyiladi bu kollagenlarimiz qizlar. Masastavlari, qanday ichilishi hammasi mana bu qizlar. Hammadan ham qizlarjonlar. Mana bu hozir ochdim. Bu qaysi payt ichilishini faqat o'sha menejerlar, NL ishchilari biladi. Bu hammaga aytilavermaydi. Faqat menejerlar orqali sizlar bilishinglar mumkin buni qaysi payt ichilishini. Agar o'zinglar bilganlaringcha ichib tashlasalaring, bu sizlarga ta'sir qilmasligi uchun mumkin. Mana jiddiy holatda buni ko'ryapsizlar qizlar. Ichiladi уже jiddiy holatda bu mana. Lekin qaysi paytda ichilishini menejer bilan konsultatsiya qilib iching. Chunki noto'g'ri ichsangiz bu sizga ta'sir qilmasligi mumkin. Shuning uchun hamisha konsultatsiya qilib menejerlardan olinglar qizlar. NL dushmanlari bilasizlar qizlar, NL sindirmoqchi bo'lib, buni podelkalarini chiqargan. Lekin qizlar, sizlar aldanib qolmanglar. Faqat NLni ishchilaridan, NLda nimalaridan, menejerlardan, liderlardan xarid qiling. Ko'rasizlarmi qizlar? Jiddiy 3 в 1. Bunaqasi hali bironta joyda ishlab chiqarmagan. Faqat NLda bor bunaqa 3 в 1lar. Zakazlar lichkaga.